Assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tuzimizlar. Mana yerlar quruq bo'lib, bahorlar boshlanib, mana daraxtlar ham, bexlarimiz ham ko'kdek chiqaryapti. Uzumlarni ko'tarishni boshladik. Bodomlarimiz yoz gulladi. Chiroyli gullardi mana. Bunisi kechkiroq shekilli gullamadi ham. Olmalar ko'kdek chiqaryapti. Rozmarinimiz mana 11 dona qilganida shu bodomimiz mana. Shu daraxtlarimiz ko'karyapti, gullarimiz mana. Ochib yuborgan gullarimiz ancha ko'zga ko'rinib qoldi. Mana shu olmamiz bir yil rosa qildida 8 yoshga chiqdi. O'zimizga yetdi. Mana olma nimagadir qilmayapti, bir yil qilarmikin. Yo bolalar yeb ko'rmayapmizmi? Mana bu ham olma, anor, gilos, narigisi gilos, bunisi ikkovi olma. Voy, betlardan o'tish ham qiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Maysa qoch. Qoch Maysa. Terayimsan. Bularni mana qilib kesib, kichkina nahalchalarni tagidan kesib ulab qo'ydi. Hojatda. Shunaqa ulab qo'ydi. Mana bu olmamiz ham ko'karyapti. Bu ham ancha qildi, buni ham yedik, lekin qishga olib qo'yaman. Oladigan qilmadi. Mana bu gilos. Hojatda kesib tashlagan edi. Kaliylab. O'tin xo'ramiz o'di-yu, yana qildi bu o'tir. Yine kesmadik. Bu anor. Mana bu ham anor. Mana bu gullarimiz. Gullar. Endi redisga kashnishimiz mana. Baranlayapti. Buyog'larini o'rib yeb, qizlarga o'rib berdik. Mana uzumlarimizni chiroyli qilib terib qo'ydi. Hojatda mana bu yog'ini endi teryapti. Uylarda mana gullarimiz chiqib yotibdi. Bularda endi tagini yumshatib qo'ydik. Gullarda sekin-sekin mana bor gullar
ko'karaveradi. Agar tosik mana lolalar. Bularga suv quyib mana ularga. Mana gulxayralar ham katta bo'lib qoldi. Mana sabachkalar. Gulxayralar chekka polni gulxayra. Mana bular bari nima? Lolalar. Tagini yumshatib qo'ydim. Asaylarini terib tagini yumshatib qo'ydim. Mana Marianna gulim Rossiyadan o'g'lim jo'natganida har yil o'zi chiqardi. Bu yil shu yerga chiqib xolos. O bolam. Aha, Lola. Bo'pti, teming endi siz. Katta o'sib ketibdi. Ha, nabiram bu. Mana bu yerda ham gullar ko'karyapti. Mana Marianna gulim bu ham. Mana Pesteroruxni manzara. Gullar. Mana bu yerga sabachka gul chiqib qolgan ekan. Bu haligi chiroyli qizil gullardan. Urug'lari tushib chiqib qolibdi, tek qo'ydim, ochilib turaveradi. Endi ko'chaga chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mashina yo'l bo'lib qolgani uchun bog'ach yugurib chiqadi deb ilib qo'yaman. Eshikda. Mana bu ko'chamiz. Mana bu ko'chamizni shu oxiri tepaga qarab ketadi. Qo'shnilarniki hammasi. Mana bu ko'chamizni boshi. Mashallah katta yo'lga chiqamiz. Mana bu bizning agarodimiz. Mana bu shotutim. Ikki to'pida bittasini bolalar narigi tarafga yesam, bolalar sindirib qurib qoldi. Bular mana bahoriy gullar. Mana bu bodom. Bu atirgul mana. Mana bu beryoza. Mana bu bodom. Bahoriy gullar. Gilos. Atirgullar bular mana qirqib qo'yganmiz. Endi ko'karyapti. Bu palvina. Gullar bu yerlarda hashagini olganimiz yo'q, gullarni ustiga tashlagan edik mana. Mana u ham mana ko'karyapti. Nima? Beryoza. Oq beryoza maydasidan. Bu palvina. Bu gilos. Bular uzumlar. Har xil uzumlar. Yo'q, ketganim yo'q, bolam, ketganim yo'q. Xo'p, bo'pti. O shishalarni olvaring bolam. Ana ikki shishani olib qo'y, olvaring. Sindiraveraman. Yo'q, sindirmang. Sindirsa odamning oyog'iga kiradi. Mana bular xrizantemalar. Qaytan chiqdi. Mana bahoriy gulimiz mana g'unchalab qopti. Hali boy chechaga ham deyishadi. Har narsa deydi. Mana atirgullarimiz. Mana xrizantemalar. Mana yana bir xil gul. Mana bu xrizantema bu ham pushtisida. Mana bu ham bir xil gul. Bu xrizantemalar mana. Mana atirgullar ko'karyapti.
Alaykum assalom. Mana bu gullarim. Mana ko'karib qoldi, Xudoga shukr. Mana. Bu ham endi bo'rtiyapti. Tez ochishvordi. Ochmay turinglar, sovuq desam, tez ochib endi tagidan ana sal bo'rtiyapti. Şu bari gullarim. Mana. Mana bu sirenni tagidan chiqqan sirenjalar. Mana hammasi sirenjalar. Bu sirenim ha. Video qilyaptim. Bu olma. Bu qo'shnim. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? O'zingizam ha? Yaxshimisizlar? Yaxshi. Yaxshi dam oldinglarmi? O'zingiz yaxshi dam oldingiz. Bahor qilib video qilib qo'yay deb. Bu yerda mana bodam yana. Hozir ana gullayapti endi. Bu yerga dorilikka achchiq bodam ekib qo'ygan edim. Bular uzumlar. Mana bu ham gullar. Endi bu yoqlarga endi ekanmiz, Xudo xolasa. Xo'p. Azizlar, qadrdonlar, obunachilar. Sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Yana YouTube efirlarida ko'rishguncha salomat bo'linglar, g'oyibona. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Oilalarga tinchlik, sog'lik tilayman. Hop, Allohga omonat.